O'ng tizza bo'g'imlarida, tizza bo'g'imda ichida xondromatoz deyiladi. Xondromatoz paydo bo'lib qolgan. To'g'ay. Travma olgandan keyin bo'g'imga qon quyilib, quyilgan qonlar sekin to'g'ayga aylanadi, so'rilmagan. Shuni hisobiga bo'g'im ichida tiq ovoz chiqaradi. Tiq xuddi tizza chiqib ketayotganda. Qirt ovoz chiqaradi. Og'riq, shish. Lisinisadan chiqayotganlarda bezovta qiladi bu narsalar. Hozirda yangi metod bo'yicha bu tizza bo'g'imini katta qilib ochilmaydi. Diagnostik artroskop yordamida bo'g'imning ichiga tushib turib, o'sha xondromatozni olinadi. Operatsiyadan keyin ertasi kuni bemalol yurishaveradi. Og'riqlar juda kam bo'ladi, asoratlar xudo xolasa juda kam bo'ladi. Temirtilarni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda, mana bu kesimda. Mana shu ikkita xondromatoz tanacha. Mana shular bezovta qilyapti, bukib yozganimizda. Hurmatli kuzatuvchilar, operatsiyamizni ham yakunlab oldik. Hozir siz tizza bo'g'imidan artroskopiya orqali olib tashlangan xondromatoz tanachasini ko'rib turibsiz. O'lchami 2 sm ga 2,5 sm. Shu xondromatoz tanacha orqali bemorimizda tizza bo'g'imlarida og'riq, g'ijirlash, tizzani to'liq buka olmaslik yoki to'liq yoza olmaslik shikoyatlari bo'lgan edi. Agar xondromatoz diagnozi qo'yilgan bo'lsa, vaqtida davolanmasa, bu tizza bo'g'imida artrozga olib kelishi mumkin. Sabab olib tashlandi. To'xtaymiz. Og'riqlar yo'qoldi. Endi haligi qitir-qitirlar ham yo'qoldi endi tizzangizda. Ko'rdingiz chiqib ketgan narsani. To'xtaychi, ko'taringchi, oyog'ingizni bukib. Bukinchi, TV ko'taringchi, yozamiz. Ko'taramiz, yozamiz. Ko'taramiz, og'riq yo'q, juda chiroyli. Boshqa aylanmayaptimi? Orqaga qaytamiz. Yaxshi. Bu mana invazivniy deyiladi. Tushundingizmi? Oldinlari katta qilib ochilardi. Ochib turib gips qo'yilardi o'sha yerga, yara bitgungacha. Mana ertasi kuni bemalol yurishaveradi.